Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli ot shaydolari. Biz ishimiz davom etyapti. Biz hozir Kostyani yurisiga keldik. O'rmonlar ichiga, ya'ni. Bu yerda mana 5 bosh toylar kecha olgan toylarimiz bugun bo'lib tayyorlab turadigan bo'lgan ukalarimiz hozir mana Karim aka kelyapti. Karim aka olib ketadi hozir toylarimiz. Duoda olib turinglar. Toylarimiz bo'ldik. Mana qo'shqani hozir Otabek oldi. Yo'lda kelyapsam aka keladi, shuni menga soting dedi. Zalatuxindan olgan edi. Keyin haliga letniy degan Ma'rufjon degan ukamiz oldin ovqatli. Bu ukamizni bir o'g'li Peterda ishlar ekan. Yana bir o'g'li Moskvada ishlar ekan. Hoji aka dedi, sizni kanalingizni ko'rib biz ancha nima deydi, shijoatlandik. Bolalarga ham bir yo'l ko'rsatdim. Shu ishlashyapsan mana bolalarim oylikka. Hoji aka aytmoqchi bir 30 mingdan bu yoqqa tashlab, 30-40 mingdan tashlab bitta toyda egallab qo'yib, Hoji aka turaversa 8 mingdan yemoq ichmoqni beramiz. Bo'yinlarni zo'rligini qo'yinglar mana Ma'rufjon, omonatingiz. Mana buni Otabek oldi, hozir oldi bir 5 minut bo'ldi. Yo'lda kelyapsam qattiq turib oldi. Hoji aka menga soting shu toyni. Sotdim mana, jayroni qaranglar. Hammasidan baland ekan, jayroni. Shunaqa menga yoqdi. Yoqatli bir G'ulomjon degan ukamizga taklif qildim. Shuni oling deb. Mana to'riq. 5 qashqa ekan to'rig'i, bellarini qaranglar. Janovorlar. Menga mana shu ham yoqdi, mana to'rig'i. Hozir bu yoqqa haydaymiz, ko'rasizlar. To'riqlarni qarang, orqalarini kelgan. Ha, janavor, bo'lakchadan. Ha, janavor. Maşallah Otabek. Ketdi janavor. Mana shu yerdan 5 nafar to'yda oldik. Mana Ma'rufjondik. Bishkekda o'g'lim ishlaydi, shu Bishkekda o'g'li bilan maslahatlashib. Mana bu jayron sotiladi. Mana bu 5 qashqa sotiladi. Mana shu ham sotiladi. Menga rosa yoqdi, mashina kallalari ham rosa chiroyli kelgan ekan. To'g'ri, yurishlari ham erkalanib yurar ekan janavor. İçide en baland mas jayron ekan, e'tibor beriladi. Mana jayron. O'tganda Tojikistonlik ukalarimiz qo'rasiga borganimizda bir bulul biyani bolasi bor edi, jayron. Shuni singari keng narsa edi. Xuddi shunga o'xshaydi ekan. Mana 5 qashqa ham boshqa narsa ekan. O'tganda shuni sherigini bandit qo'shqa deb laqam qo'yib Samarqandga sotuvdi. Yo'q, nima, Surxondaryoga sotuvdi. Rasul zo'r katta bo'ldi, Hoji aka dedi, Azamat degan ukamiz oldi. Mana mashina ko'ringlar-da mana. Janavor hamma kelgan ekan. 3 ta oyog'ida oqib bor ekan. Mana jayron. Mashallah. Hozir mashinaga yuklaymiz ularni. Mashinaga ortib, mana shu quloqlarni qaranglar. Janovorlar, mashallah. Boshqacha narsa bor. Janavor. Bizlardan toylar sotib olinglar. Buni bu yoqqa mana yig'ishni boshladik. Ular borgandan keyin bu sizlarning omonatinglar. Yemoq ichmog'iga 8 ming rubldan yem cho'piga pul berishimiz kerak bo'ladi. Bersanglar biz albatta bularni qarab, ko'z qarachig'imizni asraymiz. Asrab sizlarga chiqarib olib beramiz. Pullarni 100% to'lab, 100% yo'l kirlar to'langandan keyin albatta biz sizlarga inshaalloh yetkazib uylarga olib beramiz. Hozir mashinaga ortamiz ularni, janovorlarni. Mana bu yerda 2 bosh sotildi, baraka bo'ldi. Mana 3 boshi sotiladi, sotuvdi. Mana shu jayron sotiladi. Mana to'riq sotiladi. Hat janavor 5 qashqa. Bandit qashqa, hat janavor. Bunlarni ko'tarib yurar ekan. Qani? Ma'rufjonnik. Bishkekda o'rniga berdi. Otabek mana seniki ekan. Hat janavor. Maşallah. Biz ishlarimiz juda ham qizg'in ketyapti. Savdo sotiqlarimiz ham yaxshi bo'lyapti. Eng asosiysi ayg'irxonamizni bitirib oldik. Duoda bo'lib turinglar. Ya'ni kamchiliklarni bolalar kechasi kunduz harakat qilishyapti. Inshaalloh ularni bitirib shu borgan toylar issiq yerga kirishlik uchun. Endi bularni sekin-sekin kepakka o'rgatamiz. Sutdan chiqqandan keyin bas sut bo'ladi ozgina. Otlar, toylar o'zlarini tashlaydi. Og'riqlaydi, yo'taladi. Shunaqa mahallarda baribir ham bularga e'tibor kerak bo'ladi. Albatta biz qo'limizdan kelganicha e'tiborimizni qilamiz. Oqalar janavor. Bandit qo'shqa.
Heh, bittasi bandit qochqadir ekan. Ha canavar mana tuyoqlar, yog'lar 5 qashqa ekan o'zi. Jayron ham rosa ketdi janavar. Ha canavar. Ha canavar qani? Ha maşallah. Maşallah. Çök. Давай, последний. Все. Все, maşallah. Salaman yüklü aldık. Salaman yüklü aldık. Allah olasın. Блин. Ты наверх встань, я отъеду за твою. Хорошо, хорошо. Toylar yükledik. Görüyorsun. Bakın nasıl kora oluyor tutuyoruz. Вика, давай дверь. Yaptı. Biz işlerimiz yok, özgürlüğü bana kıyımçılıkları bu. Benim bana maşinamız tıkalıp oldu. Benim bunu hazır harekatlarım çıkaramız. Merlasını açıp var öyle. Kanamaya hile oputmuş olarak geldi. Bakın saksı giden, teşekkür giden çok. Пацаны, это успокаиваешь. Да. Geldi. Masagan ovqat o'rtamizda. Ozgina mehnat, duoda olib turinglar. Salomon chiqarib chiqib ketib qolaylik. Omonatlarni. Birinci olmadı. Videoga olmaydi yaptı. Hijolat bo'lyapti kendime ki. 82 сила, да? Da. Oh. Scania ekan, karım mashinasi. Subhanallah. Shular bilan qiziqdi biz ishlar. Maşallah. Davom etamiz. Bizni kuzatinglar. Bizlarda 2025-yilga tug'ilgan qulim toylarni sotib olinglar. Biz kanalni kuzatib boringlar va bizlardan toylar sotib olinglar. Biz sizlarga yetkazib olib beramiz omonatlaringlarda. Va bizlarni qilayotgan ishlarimizga albatta eng asosiysi duoda o'tiringlar. Biz barchalarga rahmat aytamiz. O'rta Osiyoda juda yaxshi ko'ramiz. Sababi biz O'rta Osiyoda tug'ilganmiz, lekin bu yerlarda deyarli ömrümüz o'tsa ham biz sizlar bilan yana shu telefon orqali bog'lanib yashayotganimizdan Allohga hamdlar aytamiz. Biz sizlar bilan xayrlashmaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu deb qolamiz. Karim aka. Abakan 40 kilometr, Qizil 348 kilometr. Karim akaning mashinasi burilyapti. Xudo xolasa mana trassaga chiqib oldi. Maşallah. Ketdi toylar.